Assalomu alaykum aziz obunachilar. 3 ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan hozir yana pochta qilib chiqaryapmiz. Qaranglar akalar, bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z bo'ladi. Mana 360 aylanadi. Sim kartaga ishlaydi, plus Wi-Fi ga ham ishlaydi. Uyingizda Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi da ishlating, Wi-Fi yo'q bo'lsa sim kartada ishlating. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasiz, ko'rib turaverasiz. 24/7 onlayn rejimda. Xo'p, kanal ham bor. Telefonlaringizda bemalol ikki tomonlama aloqa qilsalar ham bo'ladi. Telegram, WhatsAppga o'xshab. Hop, tunda odam o'tganda avtomatik LED chiroqlar yonadi. Mana o'ng tomon, chap tomonda ko'zlari buriladi akalar. Orqaga ham bo'laveradi mana. Ko'rib turibsizlar, mana orqaga, oldiga bo'laveradi, yonga, pastga, tepaga yulduzdan sanaverasizlar xullas. Xullas, musofirda akalarimiz uchun zo'r ketyapti bu. 32 talik original chipi bepul. Dastavkasi ham bepul akalar. Telefonlarga ulab ko'ramiz, ishlatib ko'rasizlar. Yo'qsa 100 ming so'm zakolat tashlab berasizlar. Qolganini kamera yetib borgandan keyin to'lov qilib beraverasizlar. Endi mana shundan Surxondaryo Uzun tumaniga chiqaryapmiz. Akamizga chiqaramiz, adashmasam musofirda ekanlar. Telefonlarga ulab berdik. Hop, keyingisi Andijon shahri eski shahariga ketyapti. Xullas, akalar, Baxtiyor akamizga ketyapti. Bu ham 3 ko'zli Wi-Fi'lari bor ekan, mana 16 metrmikin kabellar ham qo'shib oldilar. Hop, keyingisi Buxoro viloyati Peshku tumaniga ketyapti. Dilshodbek akamizga ketyapti. 4 ko'zli Monster kameramizdan ketyapti akalar. Bu 1.150 ming so'mga baraka bo'ldi. Endi bunisi 680 ming akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Telefonlaringizni ulaymiz, ishlatib ko'ramiz. Yo'qsa berib yuboramiz.